Bo'lajak doktorlarning ahvolini qara. Yig'ishtir hammang. Darsni boshlaymiz. Bugun amaliy dars. Hamma o'ziga sherik tanlasin, bir-biringizga ukol qilasizlar. Ustoz men qiz bola bilan tushib qoldim-ku. Mayli, Sardor qo'yur. Qizlar, o'qishni bitirsa kim qayerda ishlamoqchi? Men tez yordamda. Men частный klinikada. Mani voyinkomatda. Nimaga? Uyimga yaqinda. Tasavvur qilinglar, operatsiya qilmoqchiman. Kiyimlarni kiydim, perchatkalarni taqdim, kerakli joyni spirt bilan artib kesmoqchiman. Shunda hozir menga eng kerakli narsa nima? Orbit, ustoz. Xo'p, sizlarga savol. Qonni tozalovchi a'zo qaysi? Jonga deydi. Bola kimda naushnik bor? Menda yo'q. Jalkami? Qon tozalovchi a'zo qaysi dedim? Jigar. To'ppa to'g'ri, jigar. Bilaman-da. Xo'p, yaxshi. Keyingi savol. CD hosil qiluvchi a'zo qaysi? O, yeso. iPhone 17 topsammi? Qanaqa qilib? Pochkami sotdim. Pochka? To'ppa to'g'ri, pochka. Malades Abdumanonov. O'rgansalaring bo'lmaydimi shundan? Xo'p, yozinglar. Ha? Masalaga vazifa bersam, ChatGPTdan ko'chirib o'tiribsanlarmi? Bundoq izlanish kerak, kitob o'qish kerak, hamma narsani ChatGPTdan so'ravermasdan. ChatGPT talabalar aytganim qilmayapti, nima qilsam bo'ladi? Hozir amaliy mashg'ulot o'tkazamiz. Hammaga maska aytdim, olib keldinglarmi? Olib keldik, ustoz. Barakallah. Hamma taqvosincha, Abdumanonov o'zingiz boshlab bering. Xo'p.